Qashqadaryolik g'allakor dehqonlar joriy yilda boshoqli don ekinlaridan yuqori hosil yetishtirib, belgilangan davlat shartnoma rejalarini oshirib bajarishga erishdilar. Qilingan samarali mehnatga yarasha dehqonlarning o'zlariga ham don hosili qoldi. G'allakorlarning endigi asosiy vazifasi kelasi yil don hosiliga puxta zamin yaratishga qaratilgandir. Viloyatda asosiy maydonlarga kuzgi don ekish ishlari tugallandi. Unib chiqqan g'alla maysalari sug'orildi. Maysalar ko'pgina maydonlarda tuplash fazasiga kirgan. G'alla maysalari suspenziya qilinmoqda. Bu g'alladan yuqori hosil olinadi degani. Viloyat tumanlaridagi g'alla maysalari parvarishi Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti olimlari va tajribali dehqonlar tavsiyalariga asosan olib borilyapti. Mana bugungi kunda respublikamizda mana birgina Qashqadaryoni qishloq xo'jaligidagi yetishtirilayotgan qishloq xo'jalik mahsulotlari eng asosiy hisoblanadi. Mana birgina g'allagini misol qilib olayotgan bo'lsak, hozirgi kunda 130 ming gektarga ekkan. Bu hozir turli fazalarda rivojlanyapti. Tuplagan g'alla, 3-4 bargli g'alla va 1-2 bargli g'alla maydonlarini uchratish mumkin. Mana bu yil qurg'oqchilik kelyapti. O'tgan yilgiga nisbatan yog'ingarchilik kam bo'ldi. Bu esa o'ziga yarasha agrotexnik tadbirlar taqozo etadi. Bu qurg'oqchilik yillarida dunyo olimlarining turlicha fikrlari bor. Bizda hozir eng asosiy qilayotgan ishlarimiz shu tuplagan g'alla yoki 3-4 bargli g'alla maydonlarini shu biosimulyatorlar bilan suspenziya qilishimiz kerak. Bu esa birinchidan o'simlikni rivojlantirishni tezlashadi. Bu qishga tuplagan holda kiradi. Tuplagan holda kirgan g'alla o'zini hosildorligi bilan yoki bu boshqa don sifat ko'rsatkichlari bilan albatta yuqori bo'ladi. Kechki ekilgan maydonlarimizda albatta biz fosforli, mikro, makro elementlarga boy biosimulyatorlar bilan suspenziya qilishimiz orqali qishki sovuqlar kelishi oldi tuplanish darajasini yuqori qilib olsak, ertaga hosildorligimiz yuqori bo'ladi. Ikkinchi navbatda bu kechik 1-2 tuplagan maydonlarimizni albatta agar sug'orish imkoni bo'lsa, yengil sug'orishni yo'lga qo'yish kerak hamda o'sha maydonlarga albatta chorva go'nglaridan foydalanib sharbat usulida ham sug'orish bu ertaga albatta o'sha kechki maydonni ham sovuqdan asraydi, ham o'sha ildizni rivojlantiradi. Ildiz rivojlangan so'ng qishga chidamligi ortadi. Buni orqasidan albatta tuplanishi yuqori bo'ladi. Bu albatta suspenziyaning foydasi bu o'simlik o'sha mikro makro elementlarga boy bo'lgan so'ng o'simlik rivojlanishi yaxshi bo'ladi. Tuplanishi 5-6 tagacha tuplanib qishga kiradi. Mana sovuq kunlari rivojlanish bo'lmaydi. U biz kech ekilgan dallarda agar 1-2 barakda qishga kirsa, u tuplanish jarayoni ketmaydi. Bu esa albatta hosildorlik kamayishiga olib keladi. Bu suspenziyaning eng katta foydasi o'sha tuplanishni yuqori qiladi, ko'paytiradi hamda ildizni rivojlantirib qishga chidamligini orttiradi. Bizni viloyatimizda ma'lumki suv taqchilligi bor, chunki suv hamma maydonga to'liq yetkazib berish juda og'ir, chunki butun Qashqadaryo viloyati juda suv sarfini iqtisod qilib, mana hozirgi kunda suv tejovchi texnologiyalardan foydalanib biz buni agar yengilgina tuplagan dallarda yoki 1-2 barglarda qo'shimcha agar suvni imkoni bo'lsa yengilgina sug'orib olsak, bu albatta o'sha agar namlik bo'lsa tuplanishi yaxshi bo'ladi. O'sha bo'g'zini tuproq, quruq tuproq qismaydi, o'sha tuplanishi yaxshi bo'ladi. Shuni hisobiga agar yuqori hosildor olishni ta'minlaydi. Shuning uchun biz agar imkon darajasi sug'orishni yengil usulida tashkil qilishimiz shart. Yana bir narsani ta'kidlash kerakki, mana dallarimizda hozirgi 3-4 barglar, 1-2 barglarda albatta biz sulfat ammoniy o'g'itidan foydalanishimiz kerak. 150 kilo, 200 kilo atrofida bersak, u o'simlikni qizdiradi. Gektariga bersak, o'sha o'simlikni qizdiradi, bu mahsuldor tuplanishga olib keladi. Mahsuldor tuplanganda o'sha boshoq rivojlanib boshlaydi. Bu esa albatta yuqori hosilni ta'minlaydi hamda o'sha ko'proq tuplanishga olib keladi. Misol uchun agar bitta o'simlik 7 ta 8 ta tupladi, o'shandan mahsuldor boshoq
ikkita, uchta bo'lishi kerak. Agar biz sulfatamoni bilan o'g'itlasak, o'sha to'liq mahsuldor boshoq bo'ladi. Hammasida bir don to'lishi bo'ladi. O'sha yolg'on boshoq bo'lmaydi. O'sha don boshoqda to'liq mahsuldorlik rivojlanib boradi. O'sha mahsuldorlik bo'lgan so'ng uni hosildorligi yuqori bo'ladi. Har bir o'sha mahsuldor tuplanishda boshoq shakllanib shu paytdan boradi. O'sha hosilni olguncha. Hozir endi qishloq xo'jaligida, ayniqsa g'allachilikda juda nima deydi, har bir agrotexnik tadbirga alohida e'tibor beradigan vaqt keldi-da. Chunki mana dehqonchilikda shunday vaqtlar bo'ladiki, ob-havoga qarab biz agrotexnikani o'zgartirib borishimiz kerak. Masalan, bu yilgi agrotexnik tadbirda mana qarasa qirg'oqchilik kelyapti. Hali bitta ham yomg'ir bo'lmadi. Endi biz nima ish qilishimiz kerak 100 sintir hosil olish uchun degan savol turibdi. Bunga biz mutaxassislar javob berishimiz kerak. Mana hozir G'allachilik universiteti direktori Diyorjon bu sohani alohida tushuntirdi. Yana men bir narsani qo'shimcha qilmoqchi edim-da. Mana ko'pchilik mana shu o'g'itga ertachi oziqlantirishga e'tibor bermaydi. Masalan, hozir mana shu tuplayapti g'alla. 6 ta bir xil dalalar ertachi ekilganlarda 6 ta 7 ta tuplagan. Shu 6 ta 7 ta tuplaganni mahsuldor boshoqqa aylantirishimiz kerak. Shu hozir bu shakllanyapti-da. 100 sintir hosil olaman degan odam hozir e'tibor berish kerak bunga. Oziqlantirish kerak. Nima bilan oziqlantirish kerak degan masala turibdi. Sulfatamoni bilan oziqlantirish kerak hozir. O'simlikda o'sish bilan rivojlanish bor. Ikkovi parallel ketish kerak. O'sish bilan rivojlanish parallel ketganda biz xohlagan hosilni olishimiz mumkin. Masalan, nima uchun aytayapman, mahsuldor boshoq hozir shakllanyapti deb. Mahsuldor boshoqning shakllanishi yangi tuflangan joylarda, masalan, bitta boshoqda 40 ta yoki 37 ta bug'doy bo'lsa, 3 ta bo'lsa 120 ta g'alla bo'ladi. Bitta donimizdan 120 marta ko'payyapti. Lekin biz shuni 400 taga ham 500 taga ham yetkazishimiz mumkin. Mana shu sohaga alohida e'tibor bersa, mana viloyatimizda katta muvaffaqiyatlar qo'lga kiritilyapti oxirgi yilda. Mana g'allachilikdan oxirgi yillarda olib qarasak, mana yaqinganada bir 10-20 sintir hosil o'tirgan bo'lsak, hozir 100 sintir yo 70 sintir hosil olish hech narsa bo'lmay qoldi. Mana shunday qilsak, nasib bo'lsa 26-yil ham viloyatimizga bir barakali yil bo'ladi deb umid qilaman va shuni muvaffaqiyatlar tilayman. Viloyatimizda joriy yil paxta hosili ham mo'l bo'ldi. Belgilangan davlat shartnoma rejasi oshirib bajarildi. Paxtakorlarning moddiy manfaatdorligi oshdi. Endi ular kelasi yil paxta hosiliga puxta zamin hozirlashlari kerak. Paxtadan ham yuqori hosil olinishi uchun birinchi navbatda yer maydonlarini shudgorlash talab etiladi. Undan so'ng ekin ekiladigan yer maydonlarini tekislash lozim. Bu ishlar bajarilgandan keyin esa puxta olish kerak. Ko'rinib turibdiki, bu agrotexnik tadbirlar biri-biriga ulanib ketgan. Shudgorlash ishlari olib borilayotgan maydonlarda bo'lgan mutaxassislar nimalarga e'tibor qaratish lozimligi haqida tegishli maslahatlarini va tavsiyalarini berishdi. Mana shu dehqonchilikning o'ziga yarasha g'allachilikda ham, paxtachilikda ham o'zining agrotexnik tadbirlari bor-da. Mana shu paxtachilikda ham, g'allachilikda ham yerni tayyorlash ekishga asosiy kelgusi hosilning zaminini mana shu hozir shudugar qilyapsiz. Bir xil joylarga borasiz, qarasangiz shudugar hozir ko'rsataman. Pallaqsa kesak ko'chib yotibdi, shudugar sifatsiz bir nomiga 20 sm, 25 sm chizib ketyapti. Shudugarlash mana shu vegetatsiya davrida to'proqning ustungi qismi bir 20 sm qismi qotib ketadi. Zichlashib ketadi. Bu zichlashish to'proqni donadorligini yo'qotib, talqon to'proqqa aylantirib tashlaydi. Donador to'proqqa aylantirish uchun yerda mana biz 2 yarısli plyug bilan choppa-chasa qilib hayda tashlaymiz. Birinchi qismdagi 20 santimetrlik ostiga tushadi. Bu shudugarlashda yana qaysi nimalarga e'tibor berish kerak deganda, qanday foydasi bor deganda, birinchidan bu yangi zichlashishni yo'qotadi. Ikkinchidan mana shu o'simlik qoldiqlari, hasharotlarning urug'lari, yovvoyi begona o'tning tomirlari, ajriq, moy, har xil o'simliklarni pastga tashlab o'ldiradi.
Üçüncüden, mana shu Qashqadaryoda suv tanqisligi hamma vaqt bo'lib kelgan, suv tanqisligi bor. Mana shu Shudigar bo'lgan joyda 1400 metr kub suv to'planadi. Mana qish vaqtida yomg'ir yog'ayapti, shu suvni saqlab qoladi. Agar Shudigar qilmay turib, bahorda Shudigar qilaman desa, u yerda yomg'ir yoqqan bilan 450 metr kubdan oshmaydi. Kech Shudigar qilsangiz, yomg'ir sochinga qolib ketsa, bu yer zichlashib qoladi yer. Zichlashgan yer nimaga olib keladi? Zichlashgan yer u yerda mikroflora o'ladi birinchidan, havo bo'lmaydi. Chuvalchang o'ladi. Chuvalchang yo'q, havo yo'q joyda yashamaydi tirik organizm. Zichlashib qoladi. Ayniqsa oxirgi vaqtda mana rezin oyoqli traktorlar ko'p. Namlik vaqtda kirishi yerni zichlashtirib yuboryapti. Nima uchun hozir mana Shudigar qilganingizdan keyin izidan chumchuqlar uchmayapti? Chunki chuvalchang yo'q ketyapti. Yer zichlashib qoldi. Buni sezmayapti ko'pchilik mutaxassislar. Shuning uchun men bugun alohida e'tibor bermoqchi edim. Mana shu Shudigarga alohida e'tibor berilsa, 100 sentr hosil olishning zamini hozir tayyorlanadi. Mana 30 santimetr haydalganda, mana tomirning rivojlanishini qarang. 40 santimetr haydalganda, mana 60 santimetr chuqurlashtirib, mana shu yumshatganimizda, 75 santimetr Shudigardan keyin yumshatganimizda. Mana tomirning rivojlanishini qarang, o'rta dehqonlar, klasterlar. Mana shuning uchun yerning mana shu podish qismini yo'qotish alohida rol o'ynaydi. Shuning uchun mana bu joylarni mana sug'orib, nomi bilan haydalganda mana yaxshi to'proq beryapti mana bu yerda. To'proq beryapti. Bu katta hosil olish imkoniyatini yaratadi. Sug'orilib haydalgan yerlarda shudgor sifati yaxshi. Qurg'oqchilik tufayli sug'orilmasdan haydalayotgan yer maydonlarini shudgorlashda ko'pgina kamchiliklar ham bor. Bular haqida ham mutaxassislar o'z tavsiyalarini berishdi. Shudigarning sifati ko'p narsani belgilaydi-da. Ayrim dehqonlarimiz masalan shu Shudigarni traktorchiga yoqlig'ini solib berib, boshla deb ketadi. Masalan, u qanday Shudigar qilyapti? Uni e'tibor bermaydi. Ayniqsa yerni tekislashga e'tibor bermagan dehqon katta xato yo'l qo'yadi. G'allalarda barikning tomirning rivojlanishiga qarab hosil cho'q belgilanadi. Mana shu tomirning qancha keng ketsa, qancha rivojlansa, bergan o'g'itimizni olish, o'g'itning samaradorligi ham oshadi. Biz qirib o'g'it berdik degan bilan u o'g'itda o'simlik olmasa, uning nima foydasi bor? Biz tomirni rivojlantirishimiz kerak shuning uchun. Tomirni rivojlantirish uchun Shudigarga e'tibor berishimiz kerak. Buni tomirni rivojlantirish uchun yerni tekislab, to'g'rilab o'simlikka sharoit yaratishimiz kerak. Mana shu kunlardan foydalanib, yerni tekislab, dilnavoz qilib, ayniqsa imkoni bor joy lazerni tekislansa, suv iqtisod bo'ladi. Bu Qashqadaryoga juda ham muhim. Bir suv, 1,5 suv iqtisod bo'ladi. Mana shu agarda biz lazerni tekislasak yerda. Ikkinchidan, mana shu yer tekislangandan keyin pushta olib qo'ysak. Pushta olib qo'yilishdi deganning o'zi 70-80% ekildi degan gap. Oziqli yana bir narsaga e'tibor bermoqchi edim. Mana shu hozir mana shu kuzatib yuribman, oziqlantirishga e'tibor bermayapti. Biz fosforni Shudigarning tagidan berishimiz kerak. Chunki fosfor harakat qilmaydi. Selitra masalan berganingizda u pastga qarab suv bilan, non bilan erib borishi mumkin. Fosfor joyida qoladi. Shuning uchun biz 70%, 75% o'g'itni Shudigar ostidan berishni tavsiya qilamiz. Mana shu kunlardan foydalanib, mana yerni tezroq tayyorlab, lazerni tekislab, pushtani olib, ekishga tayyorlab qo'yishni tavsiya qilaman, o'g'itni berib. Mana shunda biz Qashqadaryodagi mana shu oxirgi yillarda muvaffaqiyatlar ketma-ketligi 2026-yilda ham davom etib, 26-yilda yuqori hosil olishimiz zamini yaratiladi. Bunga bizda imkoniyat bor. Aytilgan agrotexnik tadbirlarga e'tibor bersak, kelgusi yil yuqori hosil cho'g'ini yaratgan bo'lamiz. Umuman olganda qashqadaryolik g'allakorlar va paxtakorlar mo'l hosil yetishtirish maqsadida kelasi yil hosili uchun puxta zamin hozirlamoqdalar. Har yilgidek kelasi yilda ham viloyatimiz dehqonlari
hosildorlikni oshirish uchun olimlar va tajribali mutaxassislarning tavsiyalariga amal qilib ishlab, yaxshi natijalarga erishadilar.